Meni asosiy hisob raqamim Agrobankda. Agrobankda hozirgi kunda qanaqa imtiyozli kreditlar bor va men shu faoliyatini kengaytirish uchun kredit olmoqchiman. Latimjon, sizda o'zi qaysi yo'nalish bo'yicha misol olmoqchisiz kredit? Menda hozirda ayollar kiyim kechagi ishlab chiqarish kichikroq sexim bor. Shu faoliyatini kengaytirish uchun imkoniyati bo'lsa imtiyozli kredit so'rab keldim. Imtiyozlimi yo sizga aylanma mablag'ni misol qisqa muddatga faoliyatingizni kengaytirish bo'lsa qanaqadir maqsad olib kelib olishga yo bo'lsa uskuna sotib olishga bo'lsa bunga qarab shu nimamiz bor, kreditlar 312-qaror bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2024-yil 7-sentyabr 312-qaror doirasida kredit ajratamiz 300 milliongacha tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish va bo'lmasa shu aylanma mablag'lar uchun kredit ajratiladi. Sizga qaysi nimasi ma'qul? Dastxon sotib olishimiz tadbirkor faoliyatini kengaytirish uchun 5 yilgacha 2 yil imtiyoz davri bilan 300 milliongacha beramiz. Bo'lmasa aylanma mablag'i 6 oyga 6 oy imtiyoz davri bilan 18 oygacha. Men qo'shimcha chop mashinalar o'rnatmoqchiman, ishchi o'rin kengaytirmoqchiman. Shuning uchun menga dastgohlar, chop mashina, pardazmonlar sotib olish uchun kredit kerak. Bizda hozir 100 milliongacha garovsiz kredit beramiz. Agar sizga 100 millionlar yoki ko'proq deyilsa, kredit ta'minotiga garov bilan noturar mulk qo'yib bersangiz 300 milliongacha siz kredit ajratib bera olamiz. Demak 100 millionlik kredit 100 milliongacha garovsiz, 100 milliondan 200 ortig'i 300 milliongacha ta'minot taqdim etsangiz sizga 300 milliongacha kredit bera olamiz. Garov ta'minoti uchun nimalar kerak bo'ladi? Garov ta'minoti uchun transport vositasi, noturar, bino inshootlar, texnikalar, likvidli molni yo avtotransport taqdim etishingiz mumkin. Kredit ta'minoti 120% taqdim qilish kerak. Tashkil qilish kerak. Kredit ta'minoti kredit summasining kamida 120% tashkil qilish kerak. 100 million oladigan bo'lsangiz 120 million sizga garov taqdim qilamiz. 100 millionlik olish uchun qanday hujjatlar kerak bo'ladi? 100 million olish uchun o'sha yakka tadbirkor bo'lsangiz guvohnoma pasporti bo'lsa, yuridik korxonada bo'lsa, yuridik tashkil etilgan korxona guvohnomasi, pasporti, ustav fondi, shu moliyaviy holat balansini taqdim qilamiz. Ta'minotchi bilan tuzilgan shartnoma, agar joy ijarada bo'lsa, ijara shartnoma taqdim qilamiz. O'zingizniki bo'lsa, kadastr hujjatlarini taqdim. Ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Men hujjatlarimni tayyorlab olib kelaman. Xudo xohlasa,